Ayni damda Eronda ommaviy ravishda ayollar hijob va ro'mollarni yechishmoqda. Ayollar hijob qoidalariga qarshi chiqib, jamoat joylarida hijobini ochgan holda namoyish qilmoqda. Bu jins hayot ozodlik harakat qismini tashkil qiladi. Ayni vaqtlarda Eron bo'ylab ommaviy namoyishlar boshlangan. Boshda iqtisodiy qiyinchiliklar, oylik narxlar, inflyatsiya, yashash xarajatlari sababli tashkil etilgan bo'lsa, keyin bunday noroziliklar siyosiy va ijtimoiy talablarga aylandi. Rahbarlikning siyosiy o'zgarishi, ayniqsa ayollar huquqlari va diniy qonunlarga qarshi chiqish ko'paydi. Xo'sh, bu holat nimadan boshladi? 2022-yilda Mahsa Aminining hijobini noto'g'ri o'raganlik uchun politsiya tomonidan ushlanib o'ldirilganligi oqibatida boshlangan keng milliy noroziliklarning davomidir deya talqin qilinmoqda. Ayni vaqtda hukumat tinch namoyishlarni nazorat qilish uchun internetlarni to'sdi. Ammo aytishimiz joizki, xalq ikkiga bo'lingan. Yarim aholi namoyishlar o'tkazib va bu namoyishlarni hattoki boshidagi ro'mollarni yechib ijtimoiy tarmoqqa joylayotgan bo'lsa, yarmi esa prezidentga sodiqligi va ro'molini yechmasligi haqida roliklar tayyorlab video joylashmoqda.